Bugun sizlarga mehmonxonadan Ka'bai Muazzamaga qanday qilib borib kelishni ko'rsatib bermoqchimiz. Avtobuslar mehmonxonani shundoqqina eshigini oldidan 24 soat Ka'bai Muazzamaga qatnaydi. Faqat bitta narsaga e'tibor qilamiz. Har namozdan, ya'ni azon vaqtidan 15 daqiqa avval avtobuslar Ka'bai Muazzamaga odam olib ketishlikni to'xtatadi. Mana mehmonxonadan chiqqanimizda avtobus 24 soat bo'ladi. Faqatgina 15 daqiqa oldinroq harakat qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikki yarim daqiqada yetib kelgandan keyin avtobuslardan tushib, to'g'ri Ka'bai Muazzamaga kirib ketaveramiz. Babus Salam eshigidan to'g'ri kirsa bo'ladi. Ka'bai Muazzamadan mehmonxonamizga qaytmoqchi bo'lgan insonlar uchun ham juda ham qulay. Sababi mana o'ng tarafimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uylarini o'rnalari deyiladi. Sariq bino maktabi. Shundoq salom eshigidan chiqqandan keyin shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uylarining oldidagi zontiklar bilan avtobuslarga chiqib, to'g'ri mehmonxonaga yetib olsak bo'ladi. Mana shu joydan chiqib, bu ko'rib turgan avtobuslarning hammasi bizning mehmonxonani oldidagi navesta oldiga boradi.